Hammaga salom do'stlar. Sizlar Mr. Geeky kanaldasiz va men kanal alfasi Sardorman. Bugungi videomizda sizlar bilan nimaga oxirgi 5 yil ichida anime ommalashib ketgani haqida gaplashamiz. Anime so'zi inglizchadagi animation so'zining yaponchadagi o'zgargan shakli hisoblanadi. Animation so'zini talaffuz qilish yapon tilida qiyin bo'lgani uchun bu so'z yaralgan. Ko'pchilik animeni multfilm deb o'ylaydi va bu qisman to'g'ri. Animening vizual shakli animation bo'lgani uchun uni multfilm deyish mumkin. Lekin syujet va hikoya jihatidan kerak bo'lsa ba'zi bir Gollywood filmlariga ham dam beradi. Bilasiz, multfilmlar syujeti sodda va bolalar uchun bo'ladi. Animelar esa nafaqat bolalar uchun, balki kattalar uchun ham ishlab chiqariladi. Ba'zi animelardagi syujet shu darajada murakkabki, uni tushunish ancha muammo tug'diradi. Misol uchun, O'lim kundaligi va Berserk. Xo'p, anime nima ekanligini bilib oldik. Asosiy masalaga to'xtalamiz. Nega anime oxirgi paytlarda ommalashib ketdi? Bunga bir nechta sabablari bor. Birinchidan, karantin. 2019-yil COVID-19 paydo bo'lishi butun dunyo bo'ylab karantin bo'lishiga olib keldi. Natijada odamlar uyda qolishga majbur bo'lishdi. Kinolarga ham tushish taqiqlangan edi. Shu yillarda odamlar bo'sh vaqtini o'tkazish uchun turli xil seriallar ko'ra boshlashdi va anime ham shular qatorida edi. Bu animening keyingi yillarda shakllanishiga katta turtki bo'ldi. Ikkinchi sabab, g'alati hikoyalar. G'arb film va seriallari ko'pincha qahramonlik, yaxshilik haqida bo'lsa, animelar esa rang-barang bo'ladi. Unda yovuzlik ortida ham juda chuqur falsafa yotadi. Va yana propaganda ustiga qurilgan ko'plab Gollywood filmlaridan farqli o'laroq, animeda bunday cheklovlar yo'q. Uchinchi sabab, cheksiz ijod. Anime chizmali effektlar bilan cheklanmagan san'at turidir. Uni serialga aylantirish odatda katta byudjet talab qilmaydi. Shuning uchun har yil yuzlab animelar chiqadi va ularning ko'pchiligi fantastik bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? Taxtlar o'yini kabi seriallar Gollywoodda 50 ta bo'lsa, anime olamida bunday seriallar har yili chiqadi. Mana shu joyda Minecraftdagi bir ibora esimga tushib ketdi. Yagonagina chegara bu sening tasavvuring. To'rtinchi sabab, reallikdan qochish. Hozirgi kunda odamlar juda ko'p ishlashmoqda va bu tabiiyki stress va charchoq keltirib chiqaradi. Uni yoyish uchun esa odamlar ko'pincha reallikdan qochishga harakat qilishadi. Qarasalar, Fisher va Nolanning hamma kinolarni ko'rib bo'lishgan va ular har yil yangi kino chiqara olishmaydi. O'shanda ular kompyuter yoki televizorni yoqib, anime dunyosiga sho'ng'ishadi. Bu stress va charchoq uchun eng zo'r malhamlardan biri hisoblanadi. Nima? Fantastik filmlar ko'rishsa bo'lmaydimi? Deysizmi? Bu savolga keyingi sababda javob olasiz. 5-sabab, Marvel. 2019-yilgi Qasoskorlar final filmidan so'ng Marvel orqaga qarab ketishni boshladi. Shaxsan men Marvelni eng so'nggi eng zo'r loyihalari deb O'rgimchak odam yo'l yo'q va Loki deb bilaman. DC ham tartibsizliklar ichida qolib, Marvelga raqobatchi bo'la olmadi. Shunday qilib oxirgi 4 yil ichida bizga sifatli fantastik kinolar ishlab chiqarayotgan ikki kompaniya sifatsiz filmlarni chiqara boshladi. Eski Marvelni qumsaganlar esa anime olamiga o'tib ketishdi. Ha, to'g'rida, yaxshi fantastik film yo'q bo'lgandan keyin yaxshirog'ini qidirishadi va unda ham shu ahvolligini ko'rgach, boshqa dunyo va madaniyatga o'tib ketishadi. Mana o'rtoqlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi va bu yo'q sizlarga qoldi. Ya'ni sizlardan like, comment va podpiska, bizdan esa sifatli kontent. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Sardor bo'ldi va sizlar Mr. Geekyni tomosha qildinglar.